Assalamualaikum ikrarlık izci kurmenler. Kerşikinler hayırlı olsun. Ben Adil Er-Uygur. Uygur Tədqiqat İnstitutu namıdan hemminlarga kızgın ve semimi salam yollayman. İnstitutumuz tarafından ötküzüp kılınatkan, biz kaldırıp namı programımızın bugünkü kıymetlik mümin olsa, hemminlarga konuşuluk, muhaciretdeki çoğun küçük, qari yaş, o'quvchi, tijoratchi, tadqiqotchi ve başka sahalardaki her qaysi qarindoshlarımızga her vaqt maddi ve manevi jihatdan yordam qilib, dinimizning va millatimiz taqozo qilgan bu yordamsevarlik, fidokorlik, qarindoshlik, kuyinish, solih amal, ilmni suyish qatorliq qadriyatlarimizni o'z hayotida yashnab kelayotgan, shundaqla ilm sohasida bo'libmi, diniy ilm sohasida asarlarni ro'yobga chiqarish orqali xalqimizningki diniy jihatdagi ma'naviy hayotini betish jihatimi köklen qo'shib qo'yayotgan jamoat arbobi Sirajiddin Aziz efendim buldu. Sirajiddin Aziz efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu programımızdaki mihmalları olsa normalde kılgan emili ve paylık işleri bilen tonulgan, tenimsiz işleydiğen, üzünün kuşallıkını ve hayatının mənisini üzü tevab olgan cemiyetçe yaki toplulukka hizmet kılıştın tapıdığan fidakar ve netice yaratkan töhbikar insanlar bilen söhbet ötüştürücü kıvatımız. Siz mi del muşundaq insanlarımızın bir hesaplanısınız? Ben sualımını muşu bir yap, lakin bir normal belki ama çoğun işlerini, yani hayatın mənlik yaşayan, başkalar için hizmet kılışını üzünün vazifesi dep qaraydigan insanlarga nisbeten so'rash muvofiq deb qarayman. Siz eğer tabii biz Müslüman üstünde dünyasını kemaymiz ama ikinci kıtıp kiliş bir fursatınız olgan bolsa, şunu hazırkıdek ilim için üzerinize atgan bulantınız, şarkı turuşlarlığı için yanılar hazırkıdek tirimsiz işleydiğen bulantınız veya ki başka bir hayat tanıgan bulantınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bu programga tek oldukları için sevgili rahmet. Onun için tren aldık bölümlerimi Allah'ın selamı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bu sual biraz kadar normal tuyulgan bolsa mu? Yani biz bu dünya kayıtı tirilmeyimiz. Hayat bir katım. Eğer kayıtı tirilgen takdirimizdi mu? Benim asasen kurulduğum arzuyum yaxshi bilim egallab, haqiqiy ilm egasi bo'lib, bilgan bilimni boshqalarga yetkazishdan iborat bu ulug' g'oyani amalga oshirgan bo'lardim. Chunki bilimsiz ish qilish mumkin emas. Mayli vatanimizni qutqarish bo'lsin, bu dunyoda bir insondek yashash bo'lsin va boshqalarga manfaat yetkazish bo'lsin. Bilim orqali nurg'un ishlarni qila olamiz. Buni biz tariximizda bilimsizlikning derdini köp tattık. Bunun için bu benim evlatlarımga benim tavsiyem şu buldu. Ben kayıt sevilgen takdirimde mi? Yani şu bilimini söyleştiğiyle birge bilgenini başkalarına yetkizir ve şu bilgen bilen yaşaş benim arzuyum buldu. Endi biz aşağı bağlılık vaxtınızı kayıt kiteyle sizdeki tercümanlık okuş jarayonida elbette ve hazırkıdek bir seviyeye kirişinizde ailenizden hakikaten zor töküsü vardı. Qarayman. Siz aileniz hakkında veya ki qandaqlıq bir ailede dünya üzerinde bu haqda söz yapayım bolsanız. Ben 1966 Şərq Türkistan'ın Xotan diyarında doğuldum. Dini aile doğuldum. Benim dadam merhum Şemsiddin Qarın özü qari ve aynı vaxtda bu Qağlıqdaki merhum Abdülkerim Xan Naqşibandinin da dini bilim egalligen okugan ve okuş jarayonida tutulup turmalarga kelip şu hayatıda günlerini yaşagan bir ailede doğulgan ben. Benim ailem hakikaten bir dini aile buluştan birge bizning öy bir medreseydi. Bu medresede davamlıq ben aklım kelsen bizim öyde okuyduğum okuvchilar oğul, kız, çoğun, kichik okuyup yaşaydı. Ben kichigimden şu medresenin ismi çoğun olgan. Onun için ben dadam bir qari bo'lg'achqa meni Qur'oni Karimni yodaldirish arzusi bo'lib, çoğun zevk tutan bolsa-mu, men bu dadamning arzusini amalga oshirolmagan. Ama kichigimdan tartib dadam uyda meni diniy tarbiya qilish bilan birga şu 5-6 yosh vaqtim bo'lsa kerak.
etrafımızdaki ulemalarga atıp okutuşka, dini bilim egallashga ivetken etraftaki ustazlarda okugan, keyinchiroq bu Abdullahatxon Mahsum Hacim, Memtilan Haftim degan ustozlarda va Muhammad Zakir Axun Xalqim degandek diniy bilim egalladik, o'qidik, shularning tarbiyasida yetishdik. Takriben yaşım 17-18gacha vatanda o'qib, undan keyin chet el safarga chiqqan bo'ldik. Menimki vatandagi oila hayotim shunchalik. Hozir siz ta'lim olgan cho'ng ustalaringizniki haqida atroq to'xtaldingiz. Yani Abdullah Mahsum Hacim ve Muhammed Muhalfitim. Ular meşhur hazır biz dankını alıp gelgen ve tesirleri boğandır. Ustazlarımız hesaplandı. Yani muşlar hakkında ve muşlarınki, muşu ustazlarımızınki kılgan hizmetleri ve neticeleri hakkında kısa bir söz yapacağım bulsanız. Bu ustazlarımız hakikaten bizning hayotini, vatani, dini, millati uchun atagan qahramon ustozlar desak bo'ladi. Bular o'qiyotgan mezgilida shu Qashqarda xonliq madrasasida o'qish turish harfisida ular tutib ketilgan. Shu tutilishdan keyin ular ba'zisi 15 yil, 20 yil, 25 yillik turma hayotini ko'chirib turmadan chiqqandan keyinmi shu tunji qilgan ishi yana shu o'zi o'qiganni yetkazish, madrasa ichish ve bolalarni tarbiyalashdan iborat bu ulug' g'oyani qilgan. Bu ustozlarni bilan bizdan chet elga chiqqandan keyin vatandagi ustozlarning bizga bergan ta'siri va tarbiyasi bilan chet eldagi ustozlarning o'rtasida bir selishtirma qilsak, osmon zamin farq bo'lganini ko'rdik. U bizning bu vatandagi ustozlar Abdullahatxon Mahsum Hacim boshda bo'lish bilan o'zining hayotini hiç o'ylamasdan bütün hayatını, hayat mamatını bu diniga, vataniga atagan insanlar. Turbadan chiqqan kundan tartib ilm bilan shug'ullangan ve hech qachon o'zining bir shaxsiy turmushi alakchiligida mangmagan, bütün hayotida shu ta'lim tarbiya ishlariga mas'ul bo'lgan, biz bilan o'xshash bir madrasaning ichida ba'zi 15-20 kun, bir oy shu bir uydan chiqmay, biz bilan birga yetib qopib, bizga o'xshash yashab, bizga ta'lim bergan ustozlar. Bu chet eldagilarga selishtirishda hech selishtirish imkoniyati yo'q. Bularninki bütün qilgan ishi Alloh rizoligi uchun mushu xalqini 70 yillik asorat qilgan, qorong'ulik ichida qolgan bu millatni dinini qayta yangilash, insonligini o'rgatish ve o'zining kim bo'lganligini o'rgatish ve bu vatanning egasi bo'lganligini bu 70 yillik asorat Xitoyning zulmida insonlar o'zining insonligini unutgan, hatto o'zining bir vatanning mustaqil bir vatan bo'lganligi mustamlikada qolgan zolimlar tarafidan besirilgan Xitoy mustamlikada qolgan bir vatan ekanligini unutgan bir holatda turayotgan vaqtning o'zida bu ustozlar kelib insonlarga bir tarafdan dinini o'rgatish bilan bir tarafdan ularning qalbiga vatan ishqi, vatan muhabbati, xalqning xizmati ve shunga o'xshagan oliyjanob xizmatlarni o'rgatgan muqaddas ustozlar desak bo'ladi. Ularni chet eldagi o'qituvchilarga selishtirish imkoniyati yo'q menimcha. Siz bir dindar ailede doğulup çoğunlukla şundakla etrafınızdaki insanlar mı dindar insanlar iken ondakta siz elbette vatandaki dini ta'lim terbiyenin ahvalını yaxshi bilasiz. Bulup xotandaki dinin terbiyenin ahvalını texim yaxshi bilasiz. Bu şekilde azırak söz yapagan bolsanız. Bizning vatandagi diniy ta'lim tarbiya klassik usulda bo'lgan ham ayni vaqtida Xitoyning zulmi besim bir minutni to'xtab qolmaganligi uchun davomli biz shu ta'lim tarbiya ishlarimizni, mayli ibodatlarimiz olsun, ta'lim tarbiya olsun, o'rganishimiz olsun, o'qishimiz olsun, hammani maxfiy qilyapti. Bizga shu maxfiy xizmat qilish, maxfiy harakat qilish, maxfiy menish, uydan kechida chiqish, uyga kechida qaytish degandek, hatto ovozimizni balandroq chiqarish imkoniyatini bizga bo'lmagan vatanda, hayotimizda, kichik vaqtimizda, o'quvchilik davrimizda. Shundoq bir og'ir kunlarda hayotimizni o'tkazgan va bizning vatandagi xalqimizning
dini jihatdan o'zining islomini bilish, dinini muhofazat qilish, o'zininki 1000 yillik tarixga ega bir musulmonlik bu sharafni qayta asliga keltirishda mushu ustozlarning roli nihoyat chong bo'lgan. Hala bugungi kunda bizning vatanda dindorlik O'rta Osiyoga nisbatan eng yuqori saviyada, eng yaxshi ravishda kelganligini dunyo biladi. Buningga mushu unga o'xshagan bizning yolg'iz Xotandilar emas, Sharq Turkistonning hamma yerlarida o'xshash xalqimizningki ulamolari o'zining bütün imkoniyati bilan xizmat qilgan, shu klassik usulda bo'lsa-mu dinni yaxshi tushungan. Biz vatanda mayli ibodat ishlarida bo'lsin, boshqa diniy bilim sohalarida bo'lsin, bizning vatanda o'qigan bilginimiz chet elga chiqqandan keyinmi dunyo musulmonlarininki qilgan mayli ibodatlari, o'rgangan narsalari, aqidasi va tushanchalari bilan farqli emasligini, ayni o'xshash ekanligini his qildik. Buning ma'nosi bizning vatandagi ulamolarni dinni o'rgatish, yetkazishda islomning haqiqiy ruhini yetkazganligini his qildik. Sizin hayatınızın yaşlığınızın bir kısmı vatanda o'tibdi. 1984 yılı Pakistan'ın Lahor şehriga o'quvga chiqibsiz. Albatta chet elga chiqishingizda o'qishdan boshqa sabablar bormi? Endi biz u 84-83 lar biz chet elga chiqish orzu tushlarimizni hech imkoniyati yo'q bir vaqtida shunday to'satdan kelib qoldi. Xitoyda bir o'zgarish bo'lganligi, chet elga ichilish bo'lganligi sababdan bizga bir oz kun nuri nisbiy jihatdan bo'lsin yesilganligi uchun chet elga chiqqan bo'ldik. Chet elga chiqqandan keyin nurg'un masalalarni, nurg'un ishlarni ko'rdik, o'rgandik. Ham bu chet eldagi hayotimiz shundan boshlandi. Chet elda o'qish, yeni hayotimiz o'qish bilan boshlandik, ammo bizning orzu, xususan bizning ota-onamizning orzusi bizni chet elda o'qish edi. Ayni vaqtida mening Arabistonda, Makkada akam bo'lib, dada bir ona bilak. Shu o'z vaqtida 49-yillari vatandan so'ng dadasi bilan chiqib ketgan ekan. Dadamni shu chiqib ketgan bo'yicha ko'rmagan. 84'te biz ikinci qatim chet el safarimizni Qashqa, Qo'njarab orqali Pokistonga quruq yo'l bilan chiqdik, quruqlik bilan avtobusda. Ondan keyin Islomoboddan Arabistonga aeroplan bilan keldik. Hajga shu 2 kun qolgan mezgil ekan, qisqab qolgan. Shu haj keliblanmi 2 kun keyin hajga ketdik, haj qildik. Bu yerdagi tuqqanlarimiz akam bilan ko'rishgan bo'ldik. Bu belki dadamki hayotidagi eng cho'ng orzusi bo'lishi mumkin, o'zining o'g'lini 30 necha yoshga kirgandan keyin tunji qatim ko'rishdi. U vaqtdagi hissiyotlar, men ko'rgan manzillarni tasvirlash mumkin emas. Herhalde şu ondan keyin endi biz vatandan qaytish uchun yana Pokistonga keldik. Pokistonga kelgandan keyin mening shaxsiy taqdirim vatanda shu qorong'i uyda o'qish bo'lg'achqa, men ota-onam meni hech qachon zo'rlamadi. Sen Pokistonda qolsan, yoki o'qiysan deb. Menga mukammal ixtiyorlikni berdiki, sen xohlasan, yoki qilib o'qishingni davomlashtir. Agar xohlasan, biz bilan vatanga qaytib ket. Mening taqdirim vatanda shu qorong'i uyda o'qish bo'lg'achqa, men qorong'i uyda o'qig'ucha muhojiratdagi musofirchilik hayotida o'zil kunlarda bo'lsa-mu, yana shu o'qishni chet elda davomlashtiray, hech bo'lmasa bir erkin havo nafas olib, erkin havoda o'qisam yaxshi bo'lar degan orzu bilan men qolib qolgan. Shuningdan 84dan beri o'qishga davomlashtirdik. O'qigan bo'ldik. Chet elga chiqishga asosiy maqsad birinchidan tuqqan yo'qlash bo'lsa, ikkinchidan o'qish edi. Shunday qilib o'qib qolgan bo'ldik. Bu Lahorda 1984-86 o'qibsiz. Ondan keyin Pokistonning poytaxti Islamoboddagi Xalqaro islom universitetida arab tili adabiyot kasbida o'qish bitiribsiz. Albatta Pokistondagi bu diniy ma'rif bilan vatandagi diniy ma'rifni selishtirish fursatiga ega bo'ldingiz degan gap. Mushu ikki rayondagi diniy ma'rifni qisqacha selishtirib so'zlab beramiz. Endi vatandagi diniy ma'rif desak, shu klassik usulda maxfiy o'qiydigan ishlarni, uni xususan bu diniy sohada o'qigan
ta'lim tarbiya ağalarımız yaxshi biladi. Bizning o'qigan ustozlarimizni shu klassik usulda o'qigan. Ama biz Pokistonga chiqib, Pokistondagi ma'rif sohasiga kirgan va u yerdagi bilim yurtlariga kirgandan keyin bu tamoman sistem jihatdan o'xshamaydiganligini ko'rdik. Yani Pakistan'da endi mayli diniy ma'rif bo'lsin, boshqa ma'riflar bo'lsin, bir qadar sistemli, yaxshi, imkoniyatlari yaxshi, hech bo'lmasa erkin, ozoda, oshkora o'qiydigan bir holat bor ekan. Shunday qilib biz u yerda o'qishda boshlab ketdik. Hem bir tarafdan yüzümüzde bir tarafdan xushallik, bir tarafdan iftixor, bu shunday bir yaxshi bir ravishda, yaxshi bir muhitda o'qish fursatiga ega bo'lganligimiz uchun shu vaqtning o'zida 84da men Arabistonga qaytib kelib Pokistondan Lahorga o'qish markaziga chiqqandan keyin u yerdagi shu Mansura deb bir markaz bor edi. Bu Cemaat İslami degan bir tashkilotning markazi. Shu yerga shu 84da bir yildan ichida vatandan o'zining bolalarini ilib chiqib tashlab qo'ygan ota-onalarning bolavoqlari mayli cho'ng bo'lsin, tuni 5 yosh, yuqorisi 35 yoshlardagi bolalardan bo'lib, takriban 180 ga yaqin bola biroqlar vatandan o'qishga chiqib, Pokistonda o'qish boshlagan. Bu endi haqiqatan bizningki Sharq Turkiston tarixidami bir burilish xarakterlik bir boshlang'ich. Yani tunji qatim chet elga chiqqan, tunji qatim 180 o'quvchi bir yerga jam bo'lib o'qish hayotini boshlagan. Bizga endi bu xuddi biz bir osmondan tushgandeklam tasodifiy kelgan bir mehmon bo'lg'achdan u yerdagi ustozlarni tanil bo'ldi. Ularda hech qanday hozirlik yo'q. Biz shu 180 necha o'quvchini ular cho'ng bir zalga yerlashtirib, shu bir zalga o'tgan ko'plarni tayyorlab, nimalarni, karvatlarni biz shu zalda bir mezgil turgan bo'ldik. Uning uchun asta-asta bizni yotoqlarga tarqatdi va maktabda sinflarni ochdi ular yangidan. Shu sinflarga bizni tarqatib, maxsus o'qituvchilarni chaqirib, bizga mukammal, yani 180 o'quvchilar şu Pakistan'daki Cemaat İslami'nin yetakchiligida mukammal bir bilim muhiti yarattı ular. Shuning bilan biz o'qishimizni boshlab ketgan bo'ldik. Hozir siz hayotimizning bir burilish nuqtasi dedingiz, 180 dek o'quvchi dedingiz. Shu o'quvchilarningki o'qish qiziqligi qandaqdi? O'qish qiziqligi deydigan bo'lsak, endi xususan men kichigimdan o'yin tomoshaga amroq bo'lganligim uchun men ota-onamning zarbisi bilan majbur o'qitilgan bir inson bo'lg'achqa, menga nisbatan vatanning ichida shu vaqtning o'zida yoshim kichik 8-10 yosh, menga ikki yo'lni tanlasa, sana ikki tanlash bor. Biri shu madrasa, yana birisi ya turma yoki zindon desa, men ikkilanmasdan zindonni tanlashdim. Shu darajada bizga shunday ig'ir kunda yashaydi. Shundoq bo'lsa-mu, endi vatandagi shu tanlashdan keyin bu bizga bu esilish bo'lganligi uchun biz chet elda yaxshi rahat bir o'qishda bo'ldi. Yaxshi bir sharoitlarni ko'rgan bo'ldik. Yaxshi o'qishga imkoniyat bo'ldi. Shu orqali ko'p bilim olishga biz tirishgan bo'lsak-mu, lekin bizning vatanda sistemalik o'qimagan bo'lsa, yoshimiz 17-18 kirib qolgan, ama şu vatandagi klassik usuldan o'qigan bo'lg'achqa bizmi va men mening boshqa qaysabdoshlarimmi degandek o'qishga cho'kanmay shunday bir holat shakllandi. Ama men qarasam shu 180 bolaning ichida bir qanchamiz vatanda diniy ta'lim olgan, o'qigan, arabcha o'rgangan, arab kitoblarini o'qigan bo'lg'achqa biz yani otomatik holda şu fakat dini ta'lim olmagan bolalar bilan ustozlarning o'tirida biz mesela men shaxsan bir tarjimonlik holati shakllandi. Bolalar ustozlarning gapini tushunolmaydi. Tushunolmagandan keyin men endi vatanda o'qigan bo'lg'achqa biroz ustozlarning gapini men tushunaman. Ustoz bolalarga ba'zi gaplarni tushuntirishda
bizga muhtoj olup mendan so'raydi, ya manga mag'lubiyatni bolalar yetkazgin deydi, shunday qilib yetkazib, ana shu vaqtning o'zida men bu bilinadigan asqatadigan narsa ekan-ku deb shu vaqtning o'zidan biraz o'qishga qiziqadigan, o'zimizni bosadigan bo'ldik. Bo'lmasa vatandagi shu zavq bilan bizga o'qishdan qochadigan, bu ilmning bizga hech foydasi yo'q degan bir holat shakllangan edi vatanda. Ama chet elda Allohga shukr o'zimiz qiziqqan bo'ldik, tirishgan bo'ldik. Maktabni bitkizdik, universitetini o'qidik har holda. Bu sizningki Islomobod o'qish jarayoningizda menimki his qilishimcha, yoki bilishimcha tunji ilmiy hayotingiz boshlandi yoki ilmiy hayot boshlandi desak bo'ladi. Ya'ni umid jurnalini chiqarishga boshlab ekansiz. Qanday qilib bu bu jurnalni chiqarish ehtiyoji his qilgandingiz? Endi biz vatanning ichidami o'qiyotgan mezgillarimizda bizning mening ustozim marhum Abdullah Maqsumadimniki yolg'iz u normal ta'lim tarbiya ishini emas. O ustozniki asosli qiladigan ishi bizga dars berib, darsdan bekor vaqtida yoziqchilik bilan shug'ullanadi. Kitap yozatdi, kitap tarjima qilatdi, she'r yozatdi, nurg'un daftarlari bor edi. Shu yozgan narsalarini bizga bana o'qing deb beradi, o'qitdik. Ba'zi narsalarni mana ko'chirib yozing deydi, ko'chirib yozatdik. Shunday qilib biz vatanning ichidami, shu vatanning shu maxfiy holatda o'qiyotgan mezgilidami o'zining jiyani marhum Muhammad Amin Bug'ra Hazratlarining hayoti haqida, uning tirishchanliklari, jihodi, siyosiy faoliyatlar haqida bilganlarini so'zlab beradi. Shu asosda biz shu vatanning ichidami Abdulaziz Maqsumadimdan bu liqdagi mayli yozish bo'lsin, o'qish bo'lsin, bu masalalarga qarata biraz bir dastlabki ma'lumot yoki bir saviyaga kelgan shu vaqtda. Shuning uchun Pokistonda 1984 Lahorga chiqib, 87da men bu Islomoboddagi Xalqaro islom universitetini universitetiga rasmiy qabul qilindim. Shu biz qabul qilinib bir necha oy o'tmay vatandan o'quvchilar chiqdi. U o'quvchilar Xitoylar öğretken, bu İslam cemiyeti öğretken o'quvchilar bo'ldi, bir 5-6 o'quvchi. Bunun içinde bir necha Uyg'ur, bir ikki Qozoq deganlar. Bunun içinde bu bizning do'stimiz Qutlug' Qodir, doktor Qodir bor edi. Shular bilan o'tirib biz bu chet elda endi biz o'zimizning tilimizni yaxshitishimiz lozim. Biz hozirdan tortib bu yoziqchilikqa, ilm sohasiga kirishimiz lozim. Biz nima qilaylik? Xususan yangi chiqqan bolalar chet elda o'zining tilini unutib ketadi ekan, ham bizga nisbatan bir maydon hazırlandı ekan deb bir yo'nal chiqaraylik degan maqsadda yig'ilib bir qancha kun muzokiralashgan bo'ldik. Yo'nalni qaysi usulda chiqaramiz, ismini nima qo'yamiz, bu kimlar buning mas'uli degandek bir qancha kunlik yig'ilishdan keyin bizning qarorimizda yo'nalning ismini Umid qo'yaylik. Bu yo'nal o'quvchilar yo'nali bo'lsin, o'quvchilarga erkin munbar bo'lsin yozishga deb shu yo'nalni chiqargan bo'ldik. Taqriban bu 1988-89 atroflarida. Shundan beri bu yo'nal chiqdi, taqriban 9-10 songa yaqin chiqdi. Ammo u vaqtdagi bizning yo'nal chiqarishga imkoniyatimiz ajoyib başlangıç seviyedeydi. Biz birinci, ikinci sanni qo'limizda yozib, qalam bilan yozma orqali chiqargan bo'ldik. Onun keyin nereden tapdık? Qaralda vatanda keldik. Mashinka deydi, daktilo degan. Yozadigan nimada mashinkada Uyg'urcha mashinkada yozib, besib uni chiqardik. Shunday qilib taqriban 8-10 son chiqargan bo'ldik. O ta'sirlik chiqardi. Shu jarayonda nurg'un qiyinchiliklar ba'zi vaqtlarda kechikib o'qimay shunga maqola tayyor qilsak, u tayyor qilgan maqolani u yo'nalga loyiq shaklda yozishga bu nurg'un ish ko'rdi ekan. Ba'zi bir maqolani 3, 4, 5 qatim yozgan ahvollar bor. Bizning bu qarindishimiz Abdulxalil Abid deb bir birodar bor İstanbulda. Bu Supraxon
kütüphanesidan mas'ul bo'lgan qarindosh. Umu endi najiq qilib şumu bir san yazgan. Shunday qilib bu shunday bir boshlang'ich saviyadagi jurnalni chiqargan, ammo chiqargandan keyinmi qarasak bugungi kunda shu jurnalda yozilgan maqolalar hali yaxshi bir saviyada chiqqan ekan. U endi tarixda yozilib qoldi. Undan keyin bu tarix unutmay shu jurnal shunday bir jurnal chiqqan deb. Uning keyin vatanda hali dardini tortgan bo'ldik. Men o'qish jarayonida, o'qish jarayonida vatanga borsak, sen jurnal chiqarib ekansan, o'qitgansiz deb so'roq qilib, pasportlarimni tortib olib, qiyin bir ahvolda qolgan. Shunday qilib biz axiri uning natijasida shu ishlarning sababidan vatanga borolmaydigan bir holat shakllandi. Hala bugungi kunda 30 yilga yaqin bo'libdi vatanga borolmayotgan. Endi ahvol bu. Bu endi jurnal chiqarish haqiqatan bir tez ish. Buning nurg'un sabablari bor. Bu Ümit jurnali qanday taqilib ketdi yoki qanday taqilishga majbur bo'lib qoldinglar? Endi bu jurnal taqilishga majbur bo'lib qoldi. Biz endi shu o'quvchilik davrimizda 86dan buyon har yili ta'til vaqtida vatanga borardik. Vatanga borgandan keyin bu masala jurnal Xitoylar buni o'rtaga chiqarib bizni nima qilib boshladi. So'roq qilib boshladi. Ondan keyin o do'stimiz Qodir jurnalniki bosh tahrir mas'ul edi. U o'qishni tugatib vatanga qaytib ketgan bo'ldi. Boshqalarmi menmi 92da o'qish bitirib Pokiston tashlab ketdim. U biz tarqalib ketgandan keyin bizdan keyin qolgan o'quvchilar uni davomlashtirmay to'xtatib qo'ygan bo'ldi. Shunday qilib to'xtagan asosan. Biz jurnallar emas, nurg'un kitoblarni chiqargan Pokistonda. She'rlar to'plami deb shu danglar boshqa Abdul Maktun va shunga o'xshagan ustozlarning she'rlarini to'plab she'rlar to'plami kitоб chiqargan. Shu kitobni o'zimiz yozib, uning yozgan o'zimizning qalamimiz o'zimizga arzimay pokistonlik xattatga yozdirib chiqargan kitobni. Siz nəhayətdə şu jurnal yoki matbuot ishlarining yaqindan bilasiz muajiratdagi matbuot hayotimizda. Nurg'un jurnallar chiqdi, ba'zi to'xtab qoldi, ba'zi davomlashyapti. Hozir siz ma'rifat jurnalining sohibi. Shu jurnallarningki beshida yaxshi chiqib, uningki bemazgiligi to'xtab qolishning balki nurg'un sabablari bo'lishi mumkin. Siz shu ahvolni yaxshi bilish fikringiz bilan buning sabablarini nimaga bog'laysiz? Bu shu jurnalchilik dunyoda eng qiyin ishlardan birisi. Bu yolg'iz buningga material kerak, asar kerak, asardan keyin texnik kerak, texnikadan keyin imkoniyat, pul kerak, iqtisod kerak. Bu nurg'un ishlarga bog'liq bo'lg'achqa bu ishlarning hammasi sal bo'lmasa buncha imkoniyati yo'q. Hani chet ellarda nurg'un kishilar shunday jurnallarni chiqarib, jiq jurnallar, jiq gazetlar chiqqan bo'ldi. Uchqun gazeti deymiz, Sharq samolyoti jurnali, unga o'xshagan Turkiston ovozi va men esimda yo'q, nihoyat ko'p jurnallar, gazetlar chiqdi, ammo ko'plari davomlashmadi. Bu davomlashmaslikka omil bizning Uyg'urlarning chet elda muhojirat hayotida yashagan bo'lg'achqa bu ishlarni qilayotganlar muayyan bir davlatda muqim uzun turmagan bo'lg'achqa bir davlatga yetkazgan bir sistemalik ish bo'lmagan shu birga yetkazgandan keyin o'zida imkoniyat bo'lmagan bu sababdan davomlashtirilmagan ahvollar bor. İkinci yeni bir mesele bunun bizdeki psixiki amil deb qarayman men. Biz vatandan tortib sistemalik o'qib akademik holatda bir ilm ahli bo'lib qilmagan bo'lg'achqa bu ishni qilayotganlar. Bu shunday davomlashtirish masalasida ozroq bir qiyinchilikqa bardoshlik berolmay yo u qiyinchilikni yengib bo'lolmay to'xtab qo'ygan ahvollar asosan ko'p mavjud. Ondan keyingi yana bir muhim omil iqtisod masalasi. Bu
iqtisod ko'p sabab bo'lgan narsa ekan. Buni har oyda chiqadigan bo'lsa, yo fasllik chiqadigan bo'lsa, bunga matbaaga berish uchun pul lozim, qalam haqqi lozim. Shunga o'xshagan nurg'un imkoniyatlarga ega bo'lishimiz lozim ekan. Bu endi az bir kishilarda bo'lsinmi, ko'p kishilarda bo'lmagan shu vaqtimizda. Shunday qilib to'xtab qolgan. Yani biz chet elda chiqayotgan eng vaqt tarixi uzun muntazam chiqayotgan jurnalist shu bizning ma'rifat jurnali bo'lsa kerak. Takriban 2006-2007 yilda boshlanmadik. Hala bugungi kunga davomlashdi. Bir mezgil to'xtab qolgan bo'ldi, az muddat. Chunki davomlashtirdik. Ama hazır kadar Allah'a şükür davamlaştırıvatımız. Ama bu jurnalning hazır kadar davamlashishida biz duch kelayotgan qiyinchiliklarni bir Alloh biladi, bir o'zimiz bilamiz. Hozir bizda iqtisodiy qiyinchilik yo'q degan taqdirimizda bu material modda kamchiligi intayin yuqori. Chet elda nurg'un ustozlarimiz, yozuvchilar, ziyolilar, ulamolar ko'p. Ama bu qalam tavsiya qilganlar bak oz qiladi. Bilmedim, hatta vatan o, nait köp kitaplarını yazgan, eserlerini yazgan, makallarını yazgan, şu Xitayning besim ostida nurg'un ijodiyatlarni ro'yobga chiqargan ustozlar elga chiqqandan keyin shu vatanda qilgan ishdan 10% qilolmayotdi. Buning bu bir men nisbatan bir ichilish lozim bo'lgan sirlardan birisi. Bu nima uchun bunday bo'ladi? Vatanda shu zulm ostida nurg'un eserlarni yazgan ustozlar chet elda mushu erkin dunyoda nima uchun uni necha ko'p asarlarni chiqarolmaydi degan bir savol hozirga qadar javobsiz qilyotdim menda. Ahvol bu. Bu sizning hayotіңizдің ko'p qismi shu Turkiston radiosida ishlashyapti. Masalan, 1993 yildan 2016 yilgacha radioda tarjimon diktor bo'lib ishlayapsiz. Shu radioninki funksiyoni maqsadi haqida qisqacha so'zlab bergan bo'lsangiz. Bu radyoning boshlanishi bizga Sharq Turkiston xalqiga nisbatan bir boshqacharoq. Buni asli boshlanish deydigan bo'lsak, bu Saudiya Arabistonda davlat ichida muhim o'rinda o'tgan bir cho'ng bir kishi bo'lib, uning ismi Muhammad Shah Habibullah. Bu odam davlatniki cho'ng organlarda bo'lgan odam ekan. Bu endi bizning bu muhtaram ustozimiz, Allah ömrünü uzun tutsun. Ustaz Rahmetullah'ınki yakın sabdisi. Bular endi şu 80. yıllarınki oturları yalnız ulan emas. O ondan keyin Doktor Abdülkadir Taş merhum danglı axbaratçı alim. Şular bizning Sharq Turkistonni 83 ve 90 aralıqida ziyorat qildi. Ziyorat qilib, u yerdagi ahvollarni kuzatgandan keyin ular bu Sharq Turkiston xalqi tamoman dinidan uzoq, bilimdan uzoq, tashqi dunyodan uzoq bir holatda yashayotgan ekan. Buning uchun biz bir chet eldan bir xizmat qilishimiz lozim ekan, qiladigan ishimiz bir radio etish lozim ekan deb shu ziyorat xotirasidan keyin bular Saudiya davlatiga şu Türkistan bölümü namida davlat radiosudan bir bölüm etishga hazırlık qilib doklad sungan ve bu doklad qabul qilingan. Shunday qilib bu Saudiya Arabiston radiosuning Türkistan namida Türkistan bölüm etilgan. Bu bölüm asosan Uyg'urcha etilgan boshda. Undan keyin bir mezgil ishlagandan keyin ustozlar shu vaqtda. Endi u vaqtda shu koni chiqqanlar. Ularning tilimi shu koni çağda tilleri de konu uyg'urcha so'zlaydiganlar. Bir mezgil davomlashgandan keyin odam bo'lib o'zbeklarni ilishib boshlagan bu yerga. Shunday qilib bu radio shu ustozlarninki vatan ziyoratidan keyingi xalqimizning ehtiyojini diniy va dunyoviy ehtiyojini qamdash uchun bir xalqning ovozi bo'lish uchun o'tirib qo'ygan chiqargan radio, shundan davlat buni boshlagan. Shu taqriban 88 atroflarida boshlanmadik herhalde. Tarihi isimde yok. Ama şunun biri hazır bu radyo devam ediyordu.
Ben izlen bu takriben bu radyoda 24 yıl, 25 yıl cereyan içerisinde şu vaktidə mən də özümüzdə imkaniyetimizin baricha xizmat qilishga, mayli diniy jihatdan bo'lsin, siyosiy jihatdan bo'lsin, xalqimizga bir manfaat yetkazib tirishgan bo'ldik. Ammo shu imkoniyatimiz bizniki, bilimimizning chekligi, imkoniyatning chekligi va odamning qisqasi bu chet elda. Sababdan shundoq bo'lgan, ammo bir mezgil takriben bu radyoga Uygurcha bilimga 17-18 adam qabul qilingan bo'ldi. Bir mezgil ishladi. Onun keyin yana adam az qilib, hozir yana asliga qaytib biraz radio o'zining rolini yo'qotgan bo'ldi, ammo davom qilyapti. Bu Saudiya Arabistan siz nəhayət uzun il yaşadınız da bilinməm. Yəni mən tanıdığım çoğumuz içində ən köp yaşayanların birisi də bilməz sizni. Şu Saudiya Arabistan'daki bizimki Uygur qarindoshlarimizniki bu umumiy aholi haqida, bulubmu iqtisodiy va ijtimoiy aholi haqida ozroq so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi chet elda muhojirat hayotida Saudiya Arabiston, Sharq Turkiston xalqininki Turkiyadan va O'rta Osiyodan qarasa eng ko'p o'tiraqlashgan joylardan birisi. Bu endi musulmonlarning muqaddas zamini bo'lg'achqa bizning vatandan haj ibadeti için kelganlar. O kelgandan keyin bu 1949 yılı vatan mustamlikaga tushgandan keyin Xitoy ishg'ol qilgandan keyin qaytish imkoniyati bo'lmay ko'plar, hatto Pokiston, Turkiya va boshqa davlatlar turib qolganlarmi asta-asta Saudiya Arabistonga kelib, haj qilib, yerlashib, turib qolgan. Bo'lg'achqa Saudiya Arabistonda Uyg'urlarning soni bir qadar ko'p. O'z vaqtida endi chet eldagi Sharq Turkiston xalqininki siyosiy harakatimi, davosimi shu Arabistondan boshlangan ekan. O'z vaqtida marhum Muhammad Amin Bug'ra Hazratim va marhum Iso Efendimlar Saudiya Arabistonga kelib, bu yerdagi hamkorlar bilan birlashib tunji qitimliq Sharq Turkiston qurultayini Taif shahrida ichib bular. Shundan keyin bu chet elga biz vatan davosini tunishtirimiz, harakat qilamiz. Bizning Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun kurashimizni boshlaymiz deb rasmiy bir yerda o'tirib boshlagan. Shu asosda bu ishga efendi nurg'un xizmatlarni qilgan. Bu shu sababdan bu Saudiya Arabiston chet elga nisbatan muhim Uyg'urlarga nisbatan. Onun keyin biz bilib, biz kelgandan keyin Saudiya Arabistonda bu chet elda o'qish fursatiga ega bo'lgan, Pokistonda o'qigandan tortib ta Yevropa, Yaponiya, Amerika, Turkiya, Misr va shunga o'xshagan nurg'un davlatlarda o'qiyotgan o'quvchilarga 90-yillardan tortib ta bugunga qadar o'qish yordam puli Arabistondan yig'ilgan va shu yerdan borgan. Şu işler davamlaşkan. Endi o'quvchilar fondi deb bir fond bor edi. Bu endi davlatninki yerim rasmiy fond hisoblanadi. Shu fond orqali uni o'quvchilar sanduqqa deydik. Sanduq hozirmi bor. Biraz harakati tuvallab qolgan bo'ldi ba'zi sabablardan. Ammo endi chet elda o'qigan Uyg'urlardan mayli diniy, mayli zamonaviy bilimlarning har qanday o'qigan o'quvchininki bu Arabistondagi bu sanduqninki yordamiga erishmagan, mayli az, mayli ko'p o'quvchilar bak az. Yo'q desak bo'lmaydi, ammo bak az yordamga erishmaganlar. Shu asosda bular Arabistonda bu yordamlar bo'lgan. Bunun da Arabistondagi hamkorlarniki hissasi var. Yalnız bu ma'rif sohasida emas, siyosiy maydonda nurg'un taraflarga, nurg'un kishilarga yordam boradi bu yerda. Siz hozirgacha bu jamoat uchun nurg'un vaqtlarninki jamiyatlarni qurilishida zo'r to'pingiz bor. Masalan, Uyg'ur ilm madaniyat tadqiqot vakfi, Buraxon ilm madaniyat vakfi, shundaqla bu o'lmalar birligining qurilishida hem quruvchisi hem qurilish jarayonida zo'r rolingiz bor deb bilaman. Bu shu vakflarninki va o'lmalar birligininki
qurilish maqsadidan bakroq bizningki muajiratdagi hayotimizda o'ynaydigan rol haqida qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. Endi bu vakfi teşkilatlar hemmisi bu bir teşkilat. Cemiyet deyimiz. Bu nima uchun bu chet elda tashkilotlar qurildi, nima maqsad nima? Buni qilsak biz vatanniki mustamlikaga Xitoyningki asoratiga qaytishga to'g'ri keladi. Endi vatanda tarixdan beri Xitoy Sharq Turkistonni bosib olgandan keyin eng tunji qilgan ishi bu Uyg'urlarningki tashkilotchilikka qarshi harakat qo'zg'agan. Shu tashkilot qurding, bir yerga kelding, jamiyat qurding, partiya qurding deb yüz minglagan azimatlarimizni turmalarda yeb tugatgan. Demak, Xitoyninki birdan-bir chet eldagi tig' uchi bu tashkilotlarga qaratilgan, tashkilotlarni yo'qotish, ularni ish qildirmaslik, bularni harakat qildirmaslik, bu tashkillanmaslikni tashabbus qilib kelgan Xitoylar. Shu sababdan buni biz his qilgan bo'lg'achqa, buni bizdan boshqa ustozlar buni his qilgan bo'lg'achqa, tunji qatim chet elda qurilgan teşkilatlardan birisi Şərq Türkistan Vaqf İstanbul'daki. Bunu şu Arabistan'daki sonları ve İsa Efendim, Muhammed Reza Bekir'in Resulallah'ın teşebbüsü bilen kurulgan endi, hizmet kılan. Ondan keyin nurgun teşkilatlar kurulgan bo'ldi, Ma'arif Cemiyeti kuruldu ve Ulamalar Birliği kuruldu yakında. Bu hemmesi bu chet eldeki hizmetlerini ondan burun 92'de kurulan Şərq Türkistan Milli Kurultayı'ndan keyin şununki devam şekilde Dünya Uyghur Kurultayı olgan. Şunda kılıp bu teşkilatlar chet elde biz Uygurlarını bir yere ekiliş ve sistemine hizmet kılış, meyli dini, siyasi, ictimai sahelerde önümlü hizmet kılış için bu teşkilatlar bulması bulmaydıgan bir muhim amil. Her kandak bir devletinin devamlışı, terakkiyatı açık teşkilatlara bağlı. Bu düzemez. Türkiye'de olsun, Avrupa'da olsun, Amerika'da olsun bu teşkilatların rolü intayin çok. Bu teşkilatlar insanlarını bir yere yığdı, ulanı bir muayyen bir dünyaya, bir talepke başlaydı, muayyen bir fikirge ağdırdı, şunda kılıp bunu terakki kıldırdı. Ama teşkilatların köp buluşu, birbiri zıt buluşu bu tabii ahval. Ama bunun da nurgun meseleler var. Ama teşkilat deyirkemiz bu teşkilatınki rolünün ne kadar muhim ikenligini her bir halkımız his kılışı ve bunun köngül bilişi, teşkilat hata kılgan bolsun tüzülüşü ama teşkilatını yıkış emas, güllendiriş bizninki tüp maqsadimiz bo'lishi lazım ekanligini hammadan bilish lazım. Bu teşkilatın gibi çıkandık onda bir sual soğum geldi menimki. Şu chet elde biz için yani Şərq Türkistan için hizmet kılan çoğun ve muayyen teşkilatlar var. Bu teşkilatlarınki hizmetlerini, neticelerini, tutuklarını elbette muayeleştirilgan nurgul qarindoshlarimiz var. Ama bazı bir kichikdagi azıcık noksanlarni tutilib, tamamen bu teşkilat hücum qilgan insonlarimiz yo'q emas. Siz mushkil ahvolga qanday qaraysiz? Endi bu teşkilatlarni qurganligi, teşkilatlarning hammasi shu sizlar bizdan iborat Şərq Türkistonlik Uyg'urlardan yoki boshqa Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlardan tarkib topgan bir jamiyatlar. Bu jamiyatlarni qurganlarninki har xil maqsad, arzu, armonlari bo'ladi. Bu jamiyatlar kim qaysi jamiyatni qurdi, bu nima maqsad qurdi, nima ish qilyotidi, nima ish qildi, buniki nima ish qilmoqchi, buni har bir aql egasi buni izlab ko'radigan, tadqiq qiladigan muhim masalalardan birisi. Endi inson xatolashmas emas. Xato qiladi, to'g'ri qiladi. Hatto bu diniy sohadami, fiqhiy masalada, diniy ilmda bir inson, bir olim bir yangi masalani, diniy masalani ijtihod qilib to'g'ri qilsa 2 savob, xatolashib qolsa 1 savob bo'ladi deydi. Bu bir fiqhiy prinsip. Nimishqa u bir insonlarga yaxshilik olib kelish uchun o'zi tirishib bir masalani, bir yangilikni o'tirib qo'ygan bo'lg'achqa, uning niyatiga o'tib
tirishqanligi vaqt hatta xatolashgan taqdirda bir ajr bor deydi. Endi to'g'ri qiladi, xato qiladi insonlar. Ammo bizning Sharq Turkiston xalqininki bu darajada ig'ir bir ahvolga kelishimiz, chet ellardami irqidagi ishlarimizning oqmasligi, nurg'un masalalarda nurg'un qiyinchiliklarga duch kelishimiz bizning dushmanimizniki chet eldami qo'llarining uzunligi, imkoniyatining ko'pligi, nega qo'yilsa yetadiganligi va shuning uchun bu harakat qilinganligi hammaga ma'lumdir. Shu sababdan nurg'un qiyinchiliklarga duch kelamiz. Hozirgi xususan bu kunlarda o'rtaga chiqayotgan ko'ngilni g'ash qiladigan nurg'un masalalar o'rtada bor. Buning hammasi ya'ni millatniki safosining bir tarafdan bo'lmaganligi, yana bir tarafdan dushmanimizniki bizning ish qilmaslik uchun tashkilotlarni alg'a bostirmaslik uchun qilinayotgan harakatlarda rolinin ko'pligi va ayni vaqtda yana biz endi e'tirof qilmasak bo'lmaydigan yana bir haqiqat borki, biz millat chet elda shu boshqa taraqqiy qilgan madaniyatlik, ilmlik saviyadagi millatlarninki saviyasi yetib bo'lmaganligi uchun biz o'zimizni kamchilik, yetarlik bilim bo'lmasligi, saviyalik insonlarning, safoliq insonlarning oz bo'lishi bağlamı bu cemiyet işleri aralashmasdan Irak'ta turuverishi sebeplerden kelib chiqqan nurg'un omillar bor. Ama umumen bu tashkilotchilikda chet elda xalqimiz texmo taraqqiy qilib bir saviyaga keldi deb o'ylayman. Bundan texmo yaxshi bir holatga kelishini arzu qilaman, ama bu bizda yetersizlik bek ko'p. Ama bunu davomli to'liqlaydigan bugunimiz, ertamiz yaxshi bo'ladigan bir holatni keltirib chiqarmasak bo'lmaydigan bir ahvol bor. Bizniki vatandagi zulmning ne kadar ekanligi hammaga ma'lumdir. Bizning mas'uliyatimizning ne kadar ekanligi ma'lumdir. Onun uchun bu tashkilotlarning roli intayin muhim, tashkilotlarning mas'uliyati ig'ir va buning qarta bu tashkilotlar endi insonlardan tarkib topadigan, insonlarning yordami bilan bo'ladigan narsa. Başka milletler hemmesi o'zi ishongan, mayli to'g'ri olsun, xato olsun, mayli bir cemaat, diniy cemaat olsun, yoki siyosiy partiya olsun, yoki shunday bir cemiyet dernekler olsun, o'zi to'g'ri deb qaragan yerga jinini biladi, melini biladi, vaqtini biladi. Yani biz milletmi mushti tashkilotlarimiz uchun hem mal, hem can, hem vaqt bersak bu taraqqiy qiladi. Agar uni qilmasak yıkılırdı. Ama bunun cemiyetler, teşkilatlarının acizlisi, yıkılışı, ma milletninki yemellisi, yokuluşı, acizlisi degan gap. Onun için biz bu teşkilatlarını güçlendirişimiz, sonra teşkilatlarının içinde hatalaşan adamlar buluşu için ular karta biz onu ıslah kılışka, hatta ağır hatalaşkanlar olsa onu teşkilatın yaraklaştırırsa hareket kılsak bulurdu. Ama teşkilatın yok demen, acizleştirmen, onu birisini destek onu men chiqaman deydigan bunday aqliyat bilan biz ish qilolmaymiz. Bu to'g'ri emas. Bu insanların hayatları elbette özlerinki xususiyatidan başka bizimki cemaatimiz ve qarindoshlarimiz muhaciretdeki barliq a'zolarimiz uchun hakikaten her jihatdan qo'llarini kelishib xizmat qildilar. Bu albatta bu nimaninki? Dinimizdeki salih amel, buniki mas'uliyat deb qarayman. Mening bu Qur'on Karimda yoki islom munosabatidagi asarlarni o'qishimcha salih amel insanın üzün başka üçüncü şəxs, yoki özü tərəf olğan cemiyet yoki ümmet üçün xizmət qılğan, paylıq işlərini qılğan əməl deyə qaraldı ekan. Bu şu salih əməl bilan bu şu daimizniki münasibətini bir yuritib bergan bolsanız. Endi bizning bu salih amel desek ibadet deymiz. Kişilerin kendisinde ibadet, 5 vaqt namoz, zakat, roza, hac, bular ibadet, salih amel deb qaraladi. To'g'ri. Bu endi biz mecburi qiladigan ibadatlar. Yani biz qilmasak biz musulmon bo'lolmaydigan, musulmonlikning eng aqalliy sharti bo'lgan ibadatlar. Namoz, roza, zakat, haj deganlar. Ammo bizning bu jamiyatdagi jamoatning ishi hem bu salih amel eng ulug' ibodatlardan hisoblanadi. Masalan, Peygamber Efendimiz'in nurg'un hadisleri var bu meselede. Bu to'g'riliq. Yani hayrun nas men yenfa'un nas degan hadis var. Bu meşhur hadis.
İnsanın en yaxşısı üzüdün başkalarına menfaatlik bolan insan. Yani biz hakiki bu dünyada yaxşılıkını irade kılganmiz, kıyamet günü Allah'ınki rızalıkını irade kıldıkemiz. Yani bu ibadet desek, namaz ruzu degen, namazını günde 5 vakit okusak, 5 minut 10 minut tugaydi. Ama bizim hayatımız ettigen keşke ibadet buluş lazım. Bu ibadet ne bilen buludu? Aslında başkalarına yaxşılık kılışımız bilen, bu dünyanı terakki kıldırışka, hes koşuşumuz bilen, ilim ügünüş bilen, ilim yetkizüş bilen, başkalarına maddi ve manevi menfaat yetkizüş buludu. Bunun hemmesi bizim dinimizde en uluk ibadetlerden. Yani insan hatalaşmasa emez hata kıldı. Her kandak insan, peygamberden başka, ferişteden başka, hem insan her günü günah kılıdı, hatalaştırdı. Ya birisine evini kısalıdı, ya ki bir hakkını yapsalıdı, ya ki her xil işlerini kılıdı, günah kılıdı. Ama bu günahın kafareti nime? O'shunda yaxshi ishlar, yaxshi amallar, salih amallar. Bu şu yaxshi ishlarni qilish orqali inson o'zini qiyomatda Allohning oldida o't azobi, jahannamdan qutuldirish uchun, o'tdan qutuldirish uchun qiladigan amallar. Bu shu amallarni qilish orqali inson gunohidan yengillanadi, o'zininki savob mezoni ko'payadi. Yani o vaqtda biz o'lgandan keyin bizniki nami amalimiz mezonga jing'i silinadi. Silingan shu taroziga silingan amal yaxshi amallarimiz ig'il kelsa yaxshilikqa, yomon amallarimiz ig'il kelsa yomonlikqa qarab mangadigan bizniki oxirgi qiyomatdagi boradigan joyimiz bo'ladigan ish shu dunyo. Shuning uchun bu qiladigan xizmatlar jamiyatning xizmatlari bo'lsin, ilmiy xizmatlar bo'lsin, her qandaq bir insoniyatga foydali har qandaq ish dinimizda ibadet bunu hammadan yaxshi bilishi va har qandaq qilgan ishini men ibadet kılıvatımdan da kılışı nait pek mühim. Siz daha yaxshi bilasiz, bu Qur'on Karimda 50 dan ko'proq oyatda shu iymon bilan amal bir yerda keldikan. Ya'ni men iymon etdim desak, Alloh buni albatta bildi. Ama biz insonlarga nima bilan isbotlaysiz degan vaqtda albatta amal bilan isbotlaymiz. Shunga iymon, amal bir-biriga qo'sh tezakda chambarchasi bog'lanib ketgan ikki qul va bir gardishib ketgan hayotimizni siz degandek tartibga solgan davoyimiz shunday foydali qilgan deb qaralgan. Bu unda bo'lsa mushunaq agishiblar bu farzayn va farz kufoyning allada davoyimiz uchun bir yeri bo'lishi kerak deb qarayman. Bu siz yaxshi bilasiz, bu Şatibimi bu farzayn farz kufoyni ta'riflagan vaqtida ba'zi vaqtlarda farz kufoya Perzeyndim bakrak ehemmiyeti kul deyken. Çünkü perzeyn zaten kılmasınız olmadığı ibadet. Çok mu kılışınız gerek? Müslüman olalım için. Ama perzi kupaya başkalar kılsı bulduğun ama ben kılmasam bulduğun degende şundak bir düşüncülük degende. Yani muşundak vakitte bizde Uygurlarla, Şarkı Türkistanlıkla intihar zulmetlik küllen baştan keçiratkan muşundak bir halkılık peytlerde elbette muşu perzeyn, perzi kupaya meselesinde çok bir aydınlaşış kerak deb qarayman. Mush to'g'risida ozroq bir tushuncha bergan bo'lsangiz. Endi farz ayn degan her bir musulmon qilishga tegishli bo'lgan, her bir musulmonniki ayrim qilish tegishli bo'lgan majbur qiladigan amali farz ayn. Ammo bir birlik insonlar qilsa, yana boshqa bir birlik insonlarning gardinidan saqit bo'ladigan amal farz kifoya bo'ladi. Ammo şu farz-ı kifaye bazı vaqtlarda farz-ı ayninden muhim bo'lib qoladi. Qandoq desa, masalan, misolga bir jinoza deydi. Jinoza namozi o'qish farz-ı ayn, farz-ı kifoya. Ammo bu farz-ı kifoyaga loyiq odam bo'lmay, bir jinoza yolg'iz odamsiz qolib qolgan bo'lsa, shuni ko'rib turib, men bo'lmasam mana namoz o'qilmaydi ekan deb turib, bu farz-ı kifoyaga men ketib qolsam bo'ldi deb ketib qolsa, cenazemizi okunmay qolib qolsa, farz aynini qilmagan bo'ladi odam. Shunga o'xshashlar bu da'vodimi? Bu da'vomi bizniki biz shu Sharq Turkiston da'vosini bir ibodat buni farz kifoya deb qaragan taqdirimizdami? Shu masalan bir bilim ahli, bir mutaxassis, masalan bir advokat deydi. Bu advokatninki Sharq Turkiston da'vosida shu Sharq Turkiston xalqining hozirgi vaziyatini dunyoga anglatish, hatto shu zolimlarni sotga berish degandek bir ahvol mavjud.
Muşunu şu bir adukat kınısı bo'lmaydigan. Onun başkası yok ortada. Bu qalsa aşu adamga, aşu qonunshunosga, aşu advokatga bu farzi ayn bo'ladi shu ishni qilish. Ama o'nlab, yuzlab advokatlar bor desak, shunda qonunshunoslar bor desak, u vaqtida uningdan yerimi bir qismi qilgan bo'lsa, bu boshqalarni taqib bo'lishi mumkin. Ammo menga shu dinimning, vatanimning xizmati majbur men qilishimga tegishli ish. Ama men qilmasam, mush ish tashlanib qoladigan bo'lib qolsa, har qanday bir ish, bu vaqtida men buni farzi kifoya emas, farzi ayn deb bilishim lozimki, bu ishni qilmasam bo'lmaydi. Agar men qilmasam, men haqiqiy gunohkor bo'laman. Nima? Men qilmasam bu ish tashlanib qoladi. Bunun o'rnini to'ldiradigan odam yo'q. Bundaq bir ahvol ostida bu farzi kifoya, farzi aynga o'zgaraydi. Hozirgi da'vo masalasida shunday ahvollar. Endi 3-5 adamni tashlab qo'yib, millat o'zining ishi bilan mashg'ul bo'lsa, bu da'vo bo'lmaydi, bu mangmaydi, bu vatan mustaqil bo'lmaydi. Hech qachon Xitoy bizga bu mustaqillikni taqsidi bermaydi. Buning uchun kecha-kunduz harakat qilish lozim. Ammo bu hikmat bilan, aql bilan, siyosat bilan va dunyoning vaziyatini tushunish bilan bo'ladigan ishlar. Programımızda arkadaşlar vaktim kep kaptım. Onundan burun bir mühim bir sual sorsam. Ömrünüzün köp kısmını dava için atdınız. Bu yolu nurgun şəxslərə, işlərə şahit oldunuz. Elbette ondaq olsa siz davayımızın ki qayadan qayan kelganligini ve hazırlık seviyesini yaxşı bilirsiniz deb qarayman. Sizce davayımız hazırlık seviyesi qanday qaraysiz? Seviyesi qanday? Yani muaciratdagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarımızın ki davayını tutqan pozisiya yoki davayını qanday? Mushuni men shu savolga javob berishni mana bu narsani ta'kidlab qo'ysam, normalda ham bundaq bir maslik tutgan pozitsiyasini bir xalqninki ya engini bilish uchun bundaq o'lchamlarga qarash to'g'ri ekan. Birinchisi shu xalq ya shu millatniki shu masala haqidagi ma'lumotlarga tushanishi birinchi bosqich. Ikkinchi bosqich shu masala haqida bir ong'iga bo'lish. Uchinchi bosqich ong'iga bo'lgandan keyin chora tepish. To'rtinchi bosqich harakat, ashnisi natija. Bunda ki siz mesela dava hakkındaki hazırlık seviyesi hakkında bir söz yapagan bo'lsangiz. Yani onun burun bir meseleni o'tirib qo'yayman. Farzi kifoyada biz har qanday bir taraqqiy qilgan millatniki eng asosli muhim omili nima desa, bu ishlar haqidagi har qanday ish nimalar badal bilan bo'lmaydi. Masalan, men bir ishni qilsam, buning qarshiligida albatta men bir moddiy kirim kirishi lozim deydigan tushunchalar bo'lmaydi. Biz buni arabcha tatavvuiy deydi, badalsiz xizmat. Yani biz millatning ichida shu badalsiz xizmat, mayli dini uchun, vatani uchun, millati uchun, tashkilot uchun, ishqilib insoniyatning manfaati uchun, o'z millatining manfaati uchun shunday badalsiz xizmat qiladigan azimatlar ko'plab bo'lishga to'g'ri keladi. Bo'lish lozim. Ammo bunday bo'lmasa bu ish bo'lmaydi. Men endi ba'zi ishlarni desam riyo bo'lib qolishi mumkin. Ammo endi deyishga loyiq topdim. İnşallah Allah qalbimizni bilguchi. Bu bizning Dünya İslam Yaşlılar Teşkilatı degan bir teşkilat var edi Ciddida. Men o'zim Makkada yashaydim, u Ciddida. O teşkilatda Türkistan Komitesi degan bir komitesi var. Bu qiladigan ishi shu bizning Uyg'urlarga, o'quvchilarga yardım toplab, onu o'quvchilarga yetkazadigan, onun boshqa ba'zi ijtimoiy faaliyetlerini qiladigan. Men bu teşkilatda masalanga takriban 8 yil ishladim. 8 yil. Her hafta az degan 2 kun, ba'zi 3 kun Makkadan Jiddaga chiqaman. Shu ishxonada ishlayman. İşlarni qilaman. Rasmiy 4 soat, 5 soat az o'tirman shada. Undan keyin ba'zi qachaklar, ba'zi ishlarni operadigan ishlar bor. Hammani qilaman. Allah şahit nazir, şu 8 yıllık jarayonda men shu tashkilotdan bir riyal, bir sinit pul ya $1 pul maaş ilib yoki mashinamga may qo'yg'izib yoki bo'lmasa may chiqmaydi buni qildim deb qilmadim. Buni Alloh uchun qildim. Endi bu yolg'iz men qildimmi? Bu tashkilotda, shu Turkiston komitesida 7-8 odam ishlaydi. U Misrdagi Qonam shaharlardan, hatto ba'zi arablardan.
Şularning hammasi men o'xshashlar o'zining vaqtini sarf qilib, yeniden hajlab shu jamiyatni, shu tashkilotni, komitetni mangduduq masalan 8 yil. Takriban nurg'un necha yuz o'quvchiga o'qish vaqti yetkazgan bo'ldik. Bu ishlarning hammani men emas, mendan boshqa arablarmi, boshqa insonlarmi hammasi badalsiz qildi xizmatni. Qildik. Bundan keyin men shunday xizmatlarni hayotimning oxirigacha badalsiz qilmam. Buni men ko'nib ketdim. Ba'zi insonlar nurg'un yerda bu muyda ishlayotadi. Bir yerdan pul kelishi mumkin deydi. Allah şahit nazır. Hatta bu şu yığınlarga barımız, uyaga barımız, Avrupa'ga bardık, Asya'ga bardık, uyaga bardık, buyaga bardık. Allah şahit nazır. Bana hiç adam bir kısım bana bir bilet yapamıydı ki. Bilet müzem alınan, sıkıntı müzem kılınan barımız. Nimişka bu bizim mesuliyetimiz. Biz pulunu nimiş kitaptık. Nimişin bunu yolda hecmeyiz. Bu yalnız menlam emas. Bütün milletinin kılıçı tügüsü işi. Ama Allah biladi, menden necha yaxshi ishni qilayotgan nurg'un insonlar bor. Hatto yana bir misol qilib aytaymi edi. Bizning mening sabdoshlarim, qarindoshlarimdan nihoyat ko'p badal to'lab, pul to'lab nurg'un ishlarni qilgan qarindoshlar bor. U 10 ming, 5 ming dollar emas, 100 ming, 300 ming, 500 ming dollarlik xizmat qilganlar bor. Shularmi Allah şahit nazır, hazır kadar bizning ismini chiqib qilishni xohlamaydi. Şu birodarlar aramızda bor. Hatta onu ba'zilar qarasa bu faqatdan shu o'zining bir kishilik hayotini yashaydigan, hech kerak kelmaydigan tek inson deb qarashi mumkin. Ammo bu insonning qiladigan, xususan bu iqtisod, pul insonning eng muhim narsasi. Hayotini beradigan narsa bu insonga. Shuni shunday Allah yo'lida beradigan, millat yo'lida beradigan, yaxshilik qiladigan insonlar, haqiqiy insonlar. Bunday insonlar birlab, o'nlab emas, minglab, yuzlab, yuz minglab chiqishi lozim. Undaq bo'lgan vaqtida bizning millat ham asoratni tutadi, xolis mustaqil bo'ladi, umumjon ishlarni qila oladi, davlat qura oladi. Hozir biz davomli shu mustaqillik deb shuni jar solamiz. Ammo mustaqillikdan keyingi qiladigan nurg'un ishlar bor. Mustaqillik bizga kelgandimi, uni qanday tutamiz, buni kim idora qiladi? Buning uchun yine bilimlik yetishgan odam kerak. Bu odam nerede? Buning uchun biz mustaqil bo'lgan ilm vaqtinimi, birinchi maqsadimiz bu mustaqillikdan keyingi odam yetishtirish, kadr yetishtirish bizning asosiy maqsadimiz bo'lgan maqsadlardan birisi shu nishonlar. İkinci savol, bu dava nereden keldi deydigan. Endi dava bugungi kunda xalqaralashdi deb o'zimizni yo'g'on deb deyalaymiz. Bundan 10 yıl, 15 yıl burun, xususan 5. yıl qirg'inchiligidan burun dunyoda Uyg'urni tushunadigan odam yo'qdi. Sharq Turkiston haqida yoziladigan maqola yo'qdi. Anda sanda u yerda bir yerda bir maqola chiqibdi, yo bir televizorda bir kelima so'zlanibdi Uyg'urning gapi deb qilsa, butun dunyodagilar voy hayron qilib, nihoyat xursand bo'lib, voy falon Millet Tutanı yo'nal bizni haqqimizda gap qilibdi deb hayronlik bilan uni qiziqatdik. Bugungi kunda yozilgan narsalarni o'qish, yetish bo'lishi mumkin emas. Uning sirtida hamda hozirgi vaziyatda Sharq Turkiston davosi ilgari Tibetlar shuncha taraqqiy qilib, qachon biz Tibetlik qalmoqlardek saviyaga yetamiz bu davoda deydik. Hozir Sharq Turkiston masalasi dünyani ikki tarafga qo'yib tashladigan bir holatga keldi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidami? Bu to'g'ri, bizning kuchimiz emas, vatandagi zulmninki inkosi bo'layotdi. Ammo buning da chet eldagi Sharq Turkiston xalqining, tashkilotlarining, Uyg'urlarninki roli favqulodda chong. Buning da irqidek tinmay harakat qilayotgan, tinmay terrorchilik qilayotganlarninki roli nihoyat chong. Bu Palamistonni emas. Buni da kim nima qilganligini millat biladi, Alloh biladi, ammo yana nurg'un ishlar bor. Bu irqidek mediada ikon olib so'zga bo'lmaydigan. Nimishqa bizning dushmanimiz bek vahshiy, bek makkar. U ba'zi ishlar o'rtaga chiqib qoldi. Ertasidan uning oldiga irqidek tash qo'yib tugutdi. Shuning uchun nurg'un ishlarni deyamaymiz, qilolmaymiz.
ortaga chiqaramaymiz. Ama bu biz uni insonlar uchun haliqidagi ba'zi ko'zlik qilish uchun riyo uchun qilgan ish bo'lmag'achqa u biz bilan Allohning o'rtasidagi masalalar. Yolg'iz manlar emas, nurg'un insonlarniki shunday maxfiy ishlari bo'ladi. Shunday maxfiyat ichida haliqidek dushmandan maxfiy xizmat qilolmagan millat o'zining istiqboliga ega bo'lolmaydi. Biz nurg'un ishlarni shundoq insonlarniki ko'zidan yiroq, ma'lumotidan yiroq qila olsak, u gap emas, amaliyotni ishni ko'rishi lozim insonlar. Unda bo'lgandan keyin bu masala da'vo menimcha yaxshi bir ravishga ketib boradi. İnşallah bu texmi taraqqiy qiladi. Buning qarta ba'zi to'soqlar, ba'zi ishlar bo'layaptimi? Hozir dushmanning eng xatarlik holati nima desa, bu chet eldagi tashkilotlarni oqitish, zid harakat qildirish, dushmanni unutib qilib, o'z ichida jidal majroga kirib, bir-birini qarshi harakat qilish. Bu eng xatarlik masala. Bu dushmanning orzu qilgan masala. Biz buning qarta aqlli, hoşyar bo'lishimiz lozimki, biz qanday qilgan vaqtida birlikda harakat qilamiz, millatning manfaatini, oliy nishonimizni qaysi usulda qo'g'daymiz, buning hisobini ko'rish lozim. Bu ekran orqali jidal majro bilan bir-birimizni haqorat qilish bilan bo'lmaydi. Bu birga kelish bilan, so'zlash bilan, xususan qo'l sinsa, yang ichida deydi. Biz orada chet elda qilayotgan xizmatlar hammasi Uyg'urlar qilyapti. Sharq Turkiston xalq qilyapti. Bu bir-birimizga dushman emas. To'g'ri, fikr o'rtoqligi bo'lmasligi mumkin. Her bir tashkilotning, her bir shaxsning qilgan yo'li bor. Ammo oliy bir nishon borki, shu nishonda biz hammamiz birlasha olamiz. Bu haliqidek o'tirdiki bu haliqidek husumat bilan, adovat bilan bu masala hal olmaydi. Onun için bu nayeti akıllı hareket kılışı bilen, birye kiliş bilen hem bunu haliqidek üzümüzdeki ayıbımızı içip chet elge başkalar körsün bizni karanlı bunun ahvalı. Müşintilekken bu. Bular birbirlerine zid, birisinin şikayetini kıldı, birisinin çalışıdı. Bular bir iş kılamaydı deydiğen bir selbi tesir peyda kılması için derdimizde yan işlerimizi hal kılsak başkalarga, chet ellerge, başka devletlerge bir şekilde bir gövde halet görünsek bu en yaxşısı. Bu siz hem de hakikaten bu özünüzün hazırki uçağın hayatında nurgun insanlarga yaxşılık kıldınız, nurgun faaliyet katlaştınız, sözünüz bilen, hareketiniz bilen üzgü oldunuz. Elbette muşu jarayonida sizin kendiniz çok bir bazı gaplar bo'lgan bo'lishi mumkin. Ki sizin ko'nglingiz yer qilgan nurg'un ishlar yuz bergan bo'lishi mumkin. Hatto siz yaxshilik qilgan insonlardan cho'qim bir zarba olgan bo'lishingiz mumkin. Dal shunday paytda bo'ldi men bu ishni qilmay, o'zimning hayotini yashay, o'zimning xususiyati, bolalarim bilan ko'ngil bilay degan hissiyat qilib ketgan vaqtingiz bo'ldimi? Bu biz kunib ketgan ishlardan birisi. Bu millatning xizmatini qilgan odam bu millatdan ne'mat kelmay shundoq ofat ko'lpat ko'rganligini, azar dashnam ko'rganligini hammani bilib turib qilish lozim. Bu bir qonuniyat bunda. Her qanday bir yaxshi ish qilgan odamga albatta o yaxshilik ko'rmay yomonlik ko'rishi tabiiy ahvol. Biz 94'miki Saudiya Arabistonga yana kelib turgan mazgilimda bu Makkada Xotarabadda haram bilan Xotarabad oraligi takriban 150 metr fasil var haramning temi bilan darvozasi bilan Rabatning oralig'ida. Bütün kelgan hamshirlar, hojilar shu Rabatga tushadi. O vaqtda men bu bir ishning beshini tutmagan, radioga yana kirgan, radioda 3 kun ishlayman, 4 kun uyda boshqa ishlar mas'ulman, ba'zi tunishlar bu keladi. Shu kelganlardan ba'zilar her xil qiyinchilikim bor deydi, biz doktorga opiring deydi, biz ishqilin deydi, birisi biletimni o'qiy qilib turing deydi masalan. Bir kunisi Rabatga borsam, mig' odam deganda bizning yaqinimiz vatanda tanishadigan yaqinlarimizdan birisi, dadamning yaqinlaridan birisi o'shalar bir kirdiga aytdi, biletimizni o'qiy qilib bersinlar dedi. Ma'qul dedim. Shuning bilan o biletni o'qiy qilman deb pulni olsam,
bu yerda bu u oydi deb ikki söylemning birisini birga akadi. Ma'qul deb uni oldim. Yana telefon qildi ular. Endi taydig'in shu bir yaqinlarimizning birisi ekan, birga qilgan bo'lsalar deb. Shunday qilib bir 9 odamning birisi yig'ilibdi. Shunday qilib men buni bir yerga olib shu havo yo'llariga. Biletni okey qildirib, to'g'irlab hammani akab o'qitib qo'ydim. Ular voy bir narsa bersak bu yoqqa bir narsa ketmadi. Şunun xizmatlarini qiladigan hech bir to'ng'atim yo'q dedim. Ketdim. Ketgandan keyin u yerda ular yig'ilishib, mening bunda bilet 9 dan biletni berdik. Okey qilib deb rahmat aytib, atrofga deyishdi. Deyishgandan keyin u yerda to'g'rilardan birisi, siz ahmoq keldi, unday gapimizda sizni pulolmagan bilan sizni biletni elib havo yo'llariga olib okey qilsa, o nurg'un pul oldi, inom oldi, mukofot oldi, havo yo'llari pul berdi unga. Nerede bekar işi var cihanda? Bekar kılmaydı onu. Sırrını almadan ben pulunu hava yollarının aladı depti. Onu şeyden anladım diyorsun bana daydı. Ben üzerime kıyılıp kettim. Ahval bu. Şuna bu her kanda hizmet kılan eden, yaşlılık kılan eden, bunun bedeliyle yaşlılık türüme diyen şenşini kaldırsın çıkarıp lazım. Şu umumlu hizmet kılan adamga yaşlılık demeydi, yamanlık bilişi mümkün. Bu milletning xizmatini qilgan odam tarixdan beri nurg'unlari shunday kambag'allikda hatto o'zining ilgili yo'q, ishkili yo'q bu hayotni kechgan nurg'un azimatlarimiz, nurg'un qahramonlarimiz bor. Buni biz bilishimiz lozimki, biz haqiqiy xizmat qilgan bo'lsak, mukofotini Allohdan olamiz, ajrini Allohdan olamiz, savobni Allohdan olamiz. Banda hech narsa ko'rmaydi. Agar bandani xush qilish uchun bo'lsa, bu vaqtida ajr savob hammasi ketdi degan gap. Payg'ambar alayhisolamning mashhur hadisi bor. Umar ibn Hattob roziyallohu anhuning innamal a'malu binniyat. Onun hadisning davomi. Maqsad nima? Har qanday ishlar niyatga bog'liq. Niyat Alloh uchun bo'lsa, uning savobi bo'ladi. Banda uchun bo'lsa, uning savobini shu bandadan oladi, Alloh bermaydi. Uning uchun niyatni to'g'rilash lozim. Va qilgan xizmatning qarshiligida sana bir eziyet kulfet gelse, sen bu hizmetin netice biripti, meyve biripti deb bilsen bulurdu. Bu bir fayda. Programımızı üçtak bir sorularla ahırlaştırsak. Ahırda özünüzdeki Şeyh Tursallı'la kırındaşlarımıza qanday tavsiyeleriniz var? Endi bu chet elde bizim hayatımız hozir chet elde vatanga berish emas, vatani qildirish emas. Hozir hatto biz vatan bilan chet eldagi oilamizning, tuqqanlarimizning o'rtasidagi bir telefonni qildirolmayapmiz endi. Bir telefon aloqasi bo'lsinmi, vatanda ota-onamiz va tuqqanlarimiz va kim bor, kim yo'q uni bilaversak yaxshi bo'lardi. Undaq bo'lgan ekan bu chet eldagi xalqimiz o'zaro birlik bilan haqiqiy turda ma xalqimizningki manfaati uchun chet eldami endi o'zimiz chet elda haqiqiy uzun muddat yashab qolish imkoniyatimiz bor endi. Qachon vatanimiz ozod bo'ladi, onu biz bilmaymiz. Hech qanday odam men ozod qilaman deyolmaydi. Hamma odam o'xshash kuch qilish lozim, o'xshash harakat qilish lozim. Ammo biz yashagan har qanday davlatda yashasak, shu davlatningki mayli qonun prinsiplariga bo'ysunishimiz va shu davlatda agar fuqarolikni olgan bo'lsak, eng yaxshi fuqaro bo'lib yashashimiz, mayli u davlatning urf-odati, madaniyati bu bir tarafda bo'lsin, biz shu davlatga yuk bo'lmasdan, shu davlatga, shu insonlarga his qo'shadigan bir yangilik yaratadigan, boshqalarga yuk bo'lmay, o'zimizni bu dunyoda foydali inson bo'ladigan, boshqalarga foyda beradigan, boshqalardan foydalanmaydigan bir holat shakllanishi lozim. Bu chet eldagi eng muhim qilishimiz. Endi boshqa millat 10 soat, 8 soat ishlasa, biz Uyg'urlar 15 soat, 20 soat ishlaydigan bir holat shakllantirsak, bizning vatanimizni hech qanday davlat, hech qanday tashkilot mustaqil qilolmaydi. Buni birinchi Alloh qiladi, sababni biz o'zimiz qilamiz. Onun uchun bu masalada biz xristianlik qilishimiz lozim. Mayli bilimda, iqtisodda, tijoratda va boshqa hamma ishlarda biz eng yaxshisini qilishga tirishishimiz lozimki, biz chet eldami, bu dunyoda o'zimizni isbotlash lozim. Endi hozir yangidan indigenous people sepsetli chiqyapti. Biz gerçi indigenous people bo'lmasakmi, bizningki psixikamiz,
Aletimiz, şeklimiz, şu indigenous halatki kep kalması için biz tirişişimiz lazım ki yüzümüzde yukarı seviyeyi götürüşümüz gerek. Bonusu o indigenouslığımı Allah'a yaratkan bende, bizni Allah'a yaratkan bende okşar. Ama biz ulardan yukarı buluşumuz mümkün, hatta ulardan tüven buluşumuz mümkün. O bizgi bağlılık değil. Biz tirişsak, bu dünyaya hes koşarlısak, o vakit biz başkalar ne mi desin, biz en yukarı insan bulunuz ama tirişimizde en tüven halat kalınız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Allah insanlarını hayvanın da tasvirleyen. Biz hayvanın da tüven halatı çıkamayız için tirişçi lazım, yakşılık kılışımız lazım, hareket kılışımız lazım. Bu anda en ahirette tavsiye. Aziz ko'rmanlar, biz bugungi programmamizda o'zining hayotini nihoyat ahamiyatli o'tkazgan, o'zi topgan jamiyat, millat uchun ko'plarni qo'shgan, tinimsiz ishlagan jamoat arbobi, shundoqla ilm arbobi Sirojiddin Aziz afandininki mo'l hayotidan tanishish fursatiga bo'ldik. Sirojiddin afandim, sizga ko'p rahmat. Bizni nihoyatda manfaatli hayotingiz haqida ma'lumotlardan ta'minlaganingiz uchun. Sizin köp rahmet. Tarafınız bu körümeller köp rahmet. Hem öyle Allah bu dünyada ahirette yaxşılık versin inşallah. En yakın fırsatta vatanımızın müstakil devlet boğallıkını körüp şu devlet yaşap hayatımızı ahırlaştırıp Allah'a müyesser kılsın inşallah. Amin.